Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan 20-aprel kuni uchun eng aniq va qiziqarli munajjimlar bashoratini ko'rib chiqamiz. Yulduzlar sizga nima deyapti? Keling birgalikda bilib olamiz. Qo'y burchi vakillari, bugun tanangiz sizni alday olmaydi. Kecha e'tibor bermagan narsangiz bugun og'riq bo'lib chiqadi. Boshingiz qattiqmi? Bo'yningiz tortilyaptimi? Demak, siz o'zingizni haddan tashqari zo'riqtirgansiz. To'xtang, hammasini tashlang va biroz nafas oling. Bugun ko'proq qilish kuni emas, to'g'ri qilish kunidir. Tanangiz signal beryapti, lekin siz hali ham uni eshitmaslikka urinyapsiz. Ishda esa shoshilish sizni faqat xatoga olib keladi. Hamma yuguryapti deb siz ham yugurishingiz shart emas. Aksincha, jim turib kuzatgan odam yutadi. Bugun aqlli odamlar ko'p gapirmaydi, ular reja qiladi. Atrofdagilar sizni baholayapti, hatto sezmasangiz ham. Har bir harakatingiz bu signaldir. Savol esa bitta: siz boshqalarga kuchli ko'rinyapsizmi yoki shunchaki bandmisiz? Sevgi masalasida esa kutilmagan narsa eshigingizni qoqadi. Balki oddiy bir gap, balki oddiy bir uchrashuv, lekin ichingizni silkitadi. Bu yerda o'yin o'ynashning keragi yo'q. Rost gapiring, oddiy bo'ling. Siz o'ylagandan ko'ra ko'proq ta'sir qilasiz. Agar ichingizda shubha bo'lsa, yashirmang, lekin hujum ham qilmang. Tinglash ba'zida gapirishdan kuchliroq. Pul tarafda esa imkoniyat bor, lekin u faqat tartibli odamga ochiladi. Har narsani yozing, hisoblang, kuzating. Katta sakrash kutmang, kichik, lekin aniq qadamlar sizni oldinga olib chiqadi. Buzoq burchi vakillari, bugun sizga bitta haqiqatni aytish kerak. Pul faqat ishlagan odamga emas, to'g'ri gapirgan odamga keladi. Siz qanchalik zo'r ishlamang, agar o'zingizni tushuntira olmasangiz, baribir soyada qolasiz. Bugun sizning kuchingiz tilingizda. Qanday gapiryapsiz, nimani va'da qilyapsiz, qanchalik aniqsiz. Hammasi hisob-kitobda. Ishda kimdir sizni sinab ko'radi, balki ochiq emas, lekin ichidan qarayapti. Bu odamga ish topshirsam bo'ladimi deb o'ylayapti. Shu yerda ko'pchilik yiqiladi, gapni chiroyli boshlaydi, lekin oxiriga yetkazmaydi. Siz boshqacha qiling, kam gapiring, lekin aniq gapiring va eng muhimi, aytganingizni qiling. Shu narsa sizni boshqalardan ajratib ko'rsatadi. Pul ham shunaqa, birdan kelmaydi, lekin bugun kichkina imkoniyatlar ko'rinadi. Kimdir bilan gap, oddiy kelishuv, mayda ish, lekin shu narsalar yig'ilib katta natija beradi. Savol: siz ularni ko'ryapsizmi yoki yana katta orzular ortidan yugurib, yoningizdagi imkoniyatni o'tkazib yuboryapsizmi? Sevgi tarafda esa shovqin emas, sokinlik ishlaydi. Kimdir sizni baland gaplar bilan emas, oddiy e'tibor bilan yutadi va siz ham xuddi shunday qilishingiz kerak bo'ladi. Katta sovg'alar shart emas, kichkina, lekin chin yurakdan qilingan harakat ko'proq ta'sir qiladi. Bugungi kunning omadi baqirishda emas, bosim qilishda emas, o'zingizni ushlay bilishda. Agar o'zingizni boshqara olsangiz, na pul, na odamlar sizdan qochadi. Egizak burchi vakillari, bugun sizning eng katta qurolingiz bu gap. Ha, oddiy gap, lekin ko'pchilik shuni tushunmaydi. Kim to'g'ri gapirsa, o'sha yutadi. Siz bugun odamlarni ishontira olasiz, lekin bitta sharti bor: soxta bo'lmang. O'zingizni aqlli qilib ko'rsatishga urinmang, shunchaki aniq va rostgo'y bo'ling. Ichingizda gap ko'p. Aytsammi, aytmasammi degan ikkilanish bor. Eng katta xato ichingizdagini bosib yurish, lekin yana bir xato bor: hammasini birdaniga to'kib tashlash. Bugun o'lchov kerak. Qachon gapirishni ham, qachon jim turishni ham bilgan odam yutadi. Tanangiz ham signal beryapti. Charchoq bor, lekin siz uni e'tiborsiz qoldiryapsiz. Telefon, ekran, shovqin, bular sekin-sekin ichkaridan yemiryapti. To'xtang, biroz sokitlik yarating, tashqariga chiqing, havo oling. Siz robot emassiz. O'zingizni qayta zaryad qilmasangiz, hech qanday reja ishlamaydi. Ish va pul masalasida esa juda nozik o'yin ketyapti. Hamma narsa ochiq emas. Kimdir sizni kuzatyapti, kimdir sizni tekshiryapti. Shu yerda ko'pchilik yiqiladi. E'tiborsiz gapirib yuboradi va yoki va'dasini unutadi. Siz bunaqa qilmang. Har bir gap majburiyatdir, har bir va'da esa imzodir. Bugun kichik suhbat
katta eshik ochishi mumkin, lekin faqat bitta savol bor. Siz bunga tayyormisiz yoki yana keyinroq deb o'zingizni aldaysizmi? Qisqichbaqa burchi vakillari, bugun sizning ichingizda bir narsa aniq ishlayapti. Bu xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj. Siz shunchaki pul topmoqchi emassiz, siz barqarorlik xohlaysiz. Lekin haqiqat shuki, barqarorlikni kutib o'tirgan odam uni hech qachon topmaydi. Uni qurish kerak, sekin lekin to'xtamasdan. Ishda bugun eng muhim narsa ishonch. Kimga ishonishingiz emas, kim sizni jiddiy qabul qilishidadir. Siz bilan birga ishlayotgan odamlar sizni sinab ko'radi. U gapida turadimi degan savol berishyapti. Shu savolga javobni gap bilan emas, harakat bilan bering. Kichik va aniq ishlar bugun katta gaplardan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Pul masalasida esa bir haqiqat bor. Yolg'iz yurish qiyin. Hamkorlik, kelishuv, umumiy resurs bular bugun sizni oldinga tortadi. Lekin ehtiyot bo'ling. Hamma bilan ham bir yo'ldan ketib bo'lmaydi. Kimdir yordam beradi, kimdir sizni sekinlashtiradi. Farqni sezish sizning vazifangizdir. Ichingizda hissiyot ko'p, bir tomonda iliqlik, bir tomonda shubha, lekin hammasini birdan hal qilish shart emas. Ba'zi narsalar vaqt bilan o'zini ko'rsatadi. Bugun siz faqat eshikni ochasiz, ichkariga kim kirishini esa vaqt hal qiladi. Sevgi va munosabatlarda esa katta gaplardan ko'ra oddiy e'tibor ishlaydi. Kimdir sizni katta va'dalar bilan emas, mayda harakatlar bilan yutadi. Siz ham shuni tushunishingiz kerak. Eng kuchli bog'lanishlar jimlikda, oddiylikda tug'iladi. Bugun katta o'zgarishlar tashqarida emas, ichingizda boshlanadi va siz uni his qilmasdan o'tkazib yuborsangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Arslon burchi vakillari, bugun hayotingizda hamma narsa tashqaridan emas, ichingizdan boshlanadi. Atrofingiz tinch ko'rinsa ham eng katta harakatlar sizning fikringiz va qarorlaringiz ichida bo'ladi. Ishda sizdan katta shovqin yoki bosim talab qilinmaydi. Lekin bu dangasalik va beparvolik degani emas. Aksincha, bugun qilgan kichik qarorlaringiz keyinchalik katta natijaga aylanadi. Shuning uchun shoshilmasdan, lekin aniq fikr bilan harakat qiling. O'zingizni juda zo'r ko'rsatishga urinish shart emas. Hamma narsa o'z joyiga tushadigan payt keladi. Lekin buning uchun siz ortiqcha drama va keraksiz bahslardan chetda turishingiz kerak. Kimdir sizni sinashga yoki chalg'itishga harakat qilishi mumkin, lekin bunga javob berish shart emas. Jim turish ham ba'zan eng kuchli javob bo'ladi. Shaxsiy hayotingizda esa iliqlik va yaqinlik kuchayadi. Siz birovga mehr ko'rsatsangiz, javobini albatta olasiz. Lekin bu yerda muhim narsa o'zingizni yo'qotib qo'ymaslik. Hamma uchun yashash emas, o'zingizni ham eshitish kerak. Ichingizdagi hislar bilan aqlingiz o'rtasida kichik bahs bo'lishi mumkin, lekin qarorni shoshmasdan qabul qiling. Pul va ish masalalarida esa imkoniyatlar bor, lekin ular tayyor holda kelmaydi. Siz ularni ko'rib, ushlab qolishingiz kerak bo'ladi. Kimdir sizning mehnatingizni tan olishi mumkin, lekin bu uchun o'zingizni yashirmasdan ko'rsatish muhim. Bugun eng katta kuchingiz sabr, aniqlik va ishonchdir. Parizod burchi vakillari, bugun siz uchun eng muhim narsa tartib va aniq harakat. Hamma narsa katta sakrashlar bilan emas, balki mayda lekin to'g'ri qadamlar bilan oldinga siljiydi. Ishda tez natija kutish o'rniga jarayonni to'g'ri qurishga e'tibor bering. Har bir qilgan ishingiz keyingi haftalarda sizga foyda keltirishi mumkin. Shuning uchun shoshqaloqlik bu yerda sizning dushmaningiz bo'ladi. Bugun kimdir sizning sabringizni sinash ehtimoli bor. Gap katta janjalda emas, balki kichkina tushunmovchiliklarda. Lekin aynan shunday vaziyatlarda sizning professional darajangiz bilinadi. Emotsiyaga berilib ketmasdan, vaziyatni sovuqqonlik bilan boshqarish sizga ustunlik beradi. Siz jim turgan joyda ham odamlar sizni kuzatadi, shuni unutmang. Pul va ish masalalarida aniqlik juda muhim. Nimalarga rozilik berayotganingizni, nima uchun ishlayotganingizni va qanday natija kutayotganingizni ichingizda aniq qilib oling. Hujjat, kelishuv yoki gap so'zlarda chalkashlikka yo'l qo'ymang. Bugun noto'g'ri tushunilgan bir so'z keyinchalik ortiqcha muammoga aylanishi mumkin. Shaxsiy hayotda esa ortiqcha dramatizmga o'rin yo'q.
Hamma narsa ochiq va to'g'ri gaplashilganda yengillashadi. Kimdir sizdan javob yoki aniqlik kutayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda eng muhimi rostgo'ylikni cho'zib yubormaslik. Nima bo'lsa ham ichingizda yashirgan narsalardan ko'ra ochiq aytilgan haqiqat kuchliroq bo'ladi. Bugun sizga berilgan imkoniyat hamma narsani tartibga keltirish va o'zingizni ichki jihatdan mustahkamlashdir. Katta shovqin yo'q, lekin katta o'zgarishlar aynan shunday sokin kunlardan boshlanadi. Tarozi burji vakillari. Bugun hayot sizni tez yugurishga emas, balki to'g'ri qadamlarga o'rgatadi. Ishda hamma narsa biroz keskin ko'rinishi mumkin, lekin bu siz yengila boshladingiz degani emas. Aksincha, siz o'sayotgan joy aynan bosim bor joydir. Muhimi bunga qarshi chiqish emas, balki vaziyatni to'g'ri tushunishdir. Emotsiyaga berilmasdan vaziyatni sovuqqonlik bilan tahlil qila olsangiz, ko'p narsani yutib chiqasiz. Bugun sizning eng katta qurolingiz diplomatiya. To'g'ridan to'g'ri urushish yoki bahsga kirish o'rniga vaziyatni yumshatish va aqlli gap bilan yo'l topish sizni oldinga olib chiqadi. Hamma narsa siz o'ylagandek tez hal bo'lmasligi mumkin, lekin sabr qilgan odam oxirida ustun bo'lib chiqadi. Shaxsiy hayotda esa iliqlik kuchayadi. Ba'zan katta so'zlar emas, oddiy e'tibor va sokin yaqinlik ko'proq narsani hal qiladi. Kim bilandir birga jim o'tirish ham bugun siz uchun muhim ma'no beradi. Ortiqcha izohlar shart emas, hislar o'zi gapiradi. Moliyaviy va ish masalalarida esa muvozanat juda muhim. Har bir taklifni shoshilmasdan ko'rib chiqing. Hamma yaxshi imkoniyat deb ko'ringan narsa ham sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Sizning vaqtingiz va mehnatingiz qadrsiz emas. Shuni esdan chiqarmang. Bugun eng muhim narsa o'zingizni yo'qotmaslik. Vaziyatlar o'zgaradi, odamlar ham o'zgaradi, lekin sizning ichki muvozanatingiz sizni ushlab turadi. Sokinlikni tanlagan odam oxirida eng aniq yo'lni ko'radi. Chayon burji vakillari. Bugun siz uchun eng muhim narsa ichki kuchingizni to'g'ri yo'naltirish. Tashqaridan qaraganda hamma narsa oddiy ko'rinishi mumkin, lekin aslida siz ichingizda katta o'sish jarayonini boshdan kechiryapsiz. Ishda yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin, lekin ular o'z-o'zidan qo'lingizga kelmaydi. Ularni sezish va ushlab qolish kerak bo'ladi. Bugun sizning qat'iyatli tabiatingiz eng katta ustunligingizga aylanadi. Kimdir yarim yo'lda to'xtasa, siz oxirigacha borasiz. Ammo muhim narsa, hamma narsaga birdek kuch sarflamaslik. Har bir ishga kirishdan oldin u sizga haqiqatdan ham foyda beradimi yoki yo'qmi? Shuni aniq bilib oling. Vaqt va energiya eng qimmat resursingizdir. Moliyaviy va ish masalalarida bugun sizga aniqlik kerak. Katta gaplardan ko'ra aniq natija beradigan harakatlar muhim. Kim bilandir ishlash yoki hamkorlik qilishda esa chegarani aniq belgilab oling. Hamma ham sizning ishonchingizni loyiq emas. Shuni unutmaslik kerak. Shaxsiy hayotda esa hislar chuqurlashadi. Bugun yuzaki munosabatlar sizni qoniqtirmaydi. Sizga rostlik va chuqur aloqa kerak bo'ladi. Kim bilandir ochiq gaplashishdan qo'rqmang, chunki yashirilgan narsa baribir bir kun yuzaga chiqadi. Bugun aytilgan haqiqat og'ir bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik yengillik olib keladi. Ichki holatingiz ham muhim. Siz o'zingizni nazoratda ushlab tura olsangiz, tashqi dunyo ham tartibga tushadi. Stressni ichingizda yig'ib yurish emas, uni sog'lom yo'l bilan chiqarish kerak. Tana va ruh bir-biriga bog'liq. Shuni his qilish bugun juda muhim. Bugun siz uchun imkoniyat bor, lekin u sokin keladi. Uni ko'rgan odam yutadi. O'qotar burji vakillari. Bugun sizni ichingizdan sinov kutyapti. Tashqaridan hamma narsa oddiydek ko'rinadi, lekin aslida vaziyatlar sizni gap bilan emas, xarakter bilan tekshiradi. Eng qizig'i, bu safar yutish uchun jang qilish shart emas. Aksincha, o'zingizni bosib, vaziyatni tushunishga harakat qilsangiz, ko'proq foyda ko'rasiz. Har doim to'g'ridan to'g'ri yuradigan odatingiz bor, lekin bugun biroz aylanib o'tish sizni oldinga olib chiqadi. Ichki sezgingiz bugun juda kuchli ishlaydi. Boshqalar o'ylab turgan paytda siz allaqachon to'g'ri qarorni his qilib bo'lasiz. Buni inkor qilmang, lekin shoshilmang.
Ba'zi narsalar vaqt bilan o'z joyiga tushadi. Shuni tushunsangiz, o'zingizni ortiqcha stressdan saqlaysiz. Bugun tanangiz ham signal beryapti. Biroz to'xtang. O'zingizni zo'riqtirish, hamma ishni bir kunda tugatishga urinish foyda bermaydi. Bugun sokinlik sizga kuch beradi. Ayniqsa, kechqurun o'zingizga vaqt ajrating. Bu sizni ertangi kun uchun tayyorlaydi. Ish tarafda esa jim yurib, katta ish qiladigan kun. Baqirib, o'zingizni ko'rsatish shart emas. Aql bilan gapirganingiz, o'z vaqtida to'g'ri fikr bildirganingiz sizni boshqalardan ajratib turadi. Hammasi darrov ko'rinmasligi mumkin, lekin bugun qilgan harakatingiz keyin katta natija beradi. Sevgi masalasida esa kutilmagan burilishlar bor. Oddiy suhbat ham yurakka yaqinlashishga sabab bo'lishi mumkin. O'zingizni ochiq tuting, lekin majburlamang. Eng yaxshi lahzalar rejasiz keladi. Tog' echkisi burchi vakillari. Bugun siz uchun jiddiy kun. Hayot sizga o'zingni ko'rsat deyapti, lekin shovqin bilan emas, natija bilan. Pul va ish masalasida imkoniyat bor, lekin bu safar omad emas, tartib yutadi. Agar rejasiz harakat qilsangiz, hammasi qo'ldan chiqishi mumkin. Aniq maqsad qo'ying, qadamlaringizni hisoblang va vaqtni bekorga savurmang. Siz xohlasangiz bugun kichik ishni katta natijaga aylantira olasiz. Bir narsani tushunishingiz kerak. Hamma narsani o'zingiz qilishingiz shart emas. Ishni bo'lishishni o'rganing. Kimga ishonishni bilsangiz yutasiz, aks holda o'zingizni charchatib qo'yasiz. Bugun sabr qilgan odam ertaga boshqalardan oldinda bo'ladi. Ish joyida kimdir sizni tekshirishi yoki savol berishi mumkin. Darrov jahl qilmang, balki o'sha gapda haqiqat bor. Agar tanqidni to'g'ri qabul qilsangiz, o'sasiz. Agar himoyaga o'tsangiz, o'zingizni to'xtatib qo'yasiz. Bugun aqlli bo'lgan odam yutadi, qaysar bo'lgan odam emas. Sevgi tomonda esa jiddiylik seziladi. Bu o'yin emas, kimdir sizga qarab turibdi va sizning qadamlaringizga qarab xulosa qilmoqda. Birgina to'g'ri harakat ko'p narsani hal qiladi. Quruq gap emas, amalda ko'rsating. Shunda ishonch paydo bo'ladi. Kayfiyatingiz kun davomida o'zgaradi. Bir payt kuchga to'lasiz, keyin birdan charchaysiz. O'zingizni majburlamang. Tanangiz nima desa shuni qiling. Ayniqsa, suyak va bo'g'imlarga e'tiborli bo'ling. Bugun ular signal beradi. Qisqasi, bugun shovqin qilmay yutadigan kun. Jim ishlaysiz, lekin natija baland bo'ladi. G'avg'o burji vakillari. Bugun hayot sizga yengillik beryapti, lekin bu dangasalik qilish uchun emas. Bu imkoniyat. Hammasi oson ketayotgandek tuyuladi. Ishlar yurishyapti. Gaplaringiz o'tayapti. Odamlar sizni tushunyapti. Savol bitta. Siz bundan foydalana olasizmi yoki yana odatdagidek keyin qilamanga qo'yasizmi? Bugun majburlash shart emas. Zo'r berib urinish o'rniga oqim bilan yuring. Shunda ko'rasiz, ko'p eshiklar o'zi ochiladi. Lekin bu degani hech narsa qilma degani emas. Aksincha, aynan bugun qilgan kichik harakatlaringiz ertaga katta natija beradi. Farqi shundaki, bugun siz kamroq kuch sarflab ko'proq yutasiz. Ichingizda bir ovoz bor. Odatda uni e'tiborsiz qoldirasiz. Bugun esa o'sha ovoz sizni adashtirmaydi. Kimga ishonish, qaysi yo'lni tanlash, qayerda to'xtash, barchasini his qilib turasiz. Buni inkor qilmang. Ish va pul masalasida esa siz ajralib chiqishingiz mumkin. Oddiy yo'l bilan emas, boshqalardan boshqacha fikrlab, g'oyangiz bo'lsa yashirmang. Lekin faqat gap bilan emas, isbot bilan chiqing. Shunda sizni jiddiy qabul qilishadi. Hamkorlikdan qo'rqmang, lekin o'zingizni ham yo'qotib qo'ymang. Sevgi tarafda esa zerikish yo'q. Kichkina o'zgarish ham katta ta'sir qiladi. Endi boshqacha fikrlang. Har bir ishga boshqacha yondashing. Shunda e'tibor ham, qiziqish ham oshadi. Kimdir sizni boshqacha ko'ra boshlaydi. Qisqasi, bugun sizniki, lekin faqat harakat qilsangizgina. Aks holda bu imkoniyat jim keladi va jim ketadi. Baliq burji vakillari. Bugun sizga bir haqiqatni tushunish kerak bo'ladi. Hamma narsani yurak bilan his qilishingiz yaxshi, lekin endi undan foyda olish vaqti keldi. Siz ko'p narsani bilasiz, ko'p narsani qila olasiz. Muammo faqat bitta, shu qobiliyatingizni pulga aylantiryapsizmi yoki yo'qmi? Imkoniyat bor.
lekin u shovqin qilib kelmaydi. Kichik, oddiy ko'rinishda keladi. Kimdir bilan oddiy suhbat, kichik taklif, arzimas ish. Lekin agar siz e'tibor bersangiz, aynan shu narsalar keyin katta foyda keltiradi. Bugun gap katta sakrashda emas, kichik lekin doimiy qadamda. Ishda esa hammasi ideal ketmaydi. Kimdir sizni asabiylashtiradi, reja buziladi. Shu yerda ko'pchilik yiqiladi. Agar siz hissiyotga berilsangiz yutqazasiz. Agar o'zingizni bosib, vaziyatni sovuqqonlik bilan hal qilsangiz yutasiz. Bugungi sabr ertangi natijani belgilaydi. Pul masalasida ham real bo'ling. Orzular yaxshi, lekin hisob-kitobsiz orzu bu faqat xayol. Har bir qadamni o'ylab tashlang. Shunda o'zingizga bo'lgan ishonch ham oshadi. Sevgi tarafida esa qochib qutulib bo'lmaydi. Ichingizda nima bo'lsa, shuni tan olishingizga to'g'ri keladi. Bugun yuzaki o'yin o'tmaydi. Rost gapirsangiz yaqinlashasiz, yashirsangiz uzoqlashasiz. Oddiy mehr, kichik e'tibor, samimiy gap, mana shular ishlaydi. Tanangiz ham signal beryapti. Siz e'tibor bermagan stresslar yig'ilib qolgan. Bugun o'zingizni qiynamang. Dam oling, sekinlashing. Ba'zan to'xtang. Bu orqaga emas, oldinga yurish bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ertangi bashoratlarda yana ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.